Abu Yazid al-Bistami rahmatullohi alayh onalari bo'lar ekan, onalariga juda chiroyli xizmat qilar ekanlar. Kunlardan bir kuni bolam bir kosada bir idishda suv olib kelib bering debdilar onalar. Aytadilarki, borib suv olib qaytib kelganimgacha onam uxlab qolibdilar. Haligi kosadagi suvni onamni boshida kosadagi suvni ushab turib bir necha soat turdim. Onam uyg'onib, ha, olib keldingizmi suvni? Ha, mayli bering. Qo'limdan suvni, kosadagi suvni olayotganlar, o'sha chinimi, endi shunga o'xshash istaganmi, boshqami? Suv tomib, sovuqda muzlab, barmog'imga yopishib qolgan ekan. Onam meni qo'limdagi o'sha chinidagi suvni shuni olganlarida bitta barmog'imdagi terini shilib chiqdi deydi haligi. Shunda deydi, qo'limdan qon oqib ketdi. Haligi qonni onamga ko'rsatmaslik uchun orqamga bekitdim deydilar. Zarda qilmabdi onasiga. Achchig'i kelmabdi. Abu Yazid al-Bistami bildirmaslikka harakat qildilar. Lekin baribir onangizor sezib qolibdi. Ha, bolam tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qarasalar qon oqyapti. Qo'llarini duoga ochdi ona. Ey Xudoyim, shu farzandimdan roziman, sen ham rozi bo'l deb duo qildilar. Yana bir karra bu voqeani eslab qolibdi hozir. Yana bir karra deylar Abu Yazid al-Bistami. Onam meni yonlariga chaqirib, bitta o'zim uxlalmayapman bolam, shu yonimda kelib, men bilan yoting dedilar. Ha, endi o'zimni onam yoshligimda meni uxlatgan edi, men katta bo'lib onam uxlatar ekanman dedim. Mana bir qo'limni onamga yostiqqa berdim. Muborak boshlarini qo'yib, shu qo'limga boshlarini qo'yib uxladilar to tonggacha. Shunaqa shirin uxlayaptilar. Onajon, men qo'limni olay deyishga hayo qildim. Tongda uyg'onsak, onam boshlarini shundoq ko'tarurlar, mana u qo'lim shol bo'lib qolibdi deydilar. Onaga xizmat qarang. Bitta qo'lim shol bo'lib, o'shandan keyin shu qo'limni men hech foydalanolmaganman deydilar. Shu bitta qo'llari shol bo'lib qoldi. Abu Yazid al-Bistami vafot etganlardan keyin ana shu zamonda avliyolarini tushiga kirdilar. U zotlar qarasa Abu Yazid al-Bistami jannatda tillodan bo'lgan qushlar, ikkita qo'lini o'rnida tillodan bo'lgan qush nimamish, qanotmish. Ikkita qo'llarini o'rnida tillodan bo'lgan qanotmish, jannatda uchib yurgan ekanlar hali qanot bilan. Shunda so'raldiki, ey falonchi, bu darajatga qanaqa qilib berishding deganlarida onamni xizmati bilan dedilar. Qarang, Xudoning yo'lidagi onani rizosi yo'lida hali qo'lda aytdilar, qo'lim shol bo'lib qolib keyin foydalandim. Xudo uni evaziga u bandani onasini rozi qilganligi uchun jannatga kirgizib, o'sha shol bo'lgan qo'lni o'rniga tillodan bo'lgan qanotni Xudo ato etib chiqardi. Bormi shunaqa ota-onasini rozi qilayotganlar? Ota-onasi telefon qilsa, qayerdan bo'lsa yetib kelayotgan, kim bilan gaplashayotgan bo'lishidan qat'iy nazar ota-ona telefon qilsa, labbi dadajon, onajon deb ko'tarayotganlar. Onasiga zarda qilmayotgan, onasini rozi qilayotgan. Siz endi bilmaysiz, tushunmaysiz, endi aralashmaydi deyishlikdan Xudodan qo'rqayotgan. Ming injiq bo'lib qolsa ham, bitta gapni 10 marta qaytarsa ham sabr qilib, xo'p deb eshitib, har gapida kulib tabassum qilayotgan farzandlar. Ana ota-onaning roziligi. Uvays Qaroniy rahmatullohi alayhi eshitgansizlar. Yamanda yashaganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning huzurlariga kelolmadilar. Nima uchun? Onalarining xizmatini deb qarang. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom kelsa bo'lardi. Endi Yaman bilan Makka, Madinaning orasi endi qancha, bir tuyada karvon chiqsa o'sha zamonda ham bir hafta 10 kunlik, bir oylik yo'lda endi masalan. Kelsa bo'lardi demaydilar Rasululloh. Balki tobiinlarning eng yaxshisi Uvaysdirdilar. Qarang, nima uchun? Onasiga xizmat qilganligi uchun, onasining duosini olganligi uchun, onasini rozi qilganligi uchun. Onamni xizmatidan qolib ketaman deb ikki olam sarvari Rasululloh alayhisolatu vassalomning huzurlariga kelolmadilar. Lekin g'oyibona iymon keltirganlar, g'oyibona muhabbat qo'yganlar, g'oyibona ixlos qo'yganlar, g'oyibona yaxshi ko'rganlar Rasulullohni. Lekin payg'ambar alayhisalom bilan bir davrda yashagan bo'lsalar-da, lekin u kishi sahobiy emas, tobiin bo'ldilar. Rasulullohni ko'rmaganligi uchun.
bo'lib ham tobiinlarning eng yaxshisi bo'ldilar. Ey Umar, seni davringda, seni huzuringga keladi shu inson. Mani ummatim Uvays degan inson. Shu insonda alomatlari falon qishloqda yashagan bo'ladi. Bananida falondaqa alomatlari bor. Shu Uvays seni huzuringga kelsa, undan duo olib qolgin dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Umarga aytdilar, duo olib qolgin u insondan. Hazrati Umarga butun umrini Rasulullohning huzurida yonida o'tkazgan sahobiy. Butun har oni har Hazrati Umar nima deganlar? Hazrati Umar mana bu yo'ldan yursa, shayton bu yo'lga o'tib oladi, shayton qochib ketadi deganlar. Shunday Umarga ham Payg'ambarimiz alayhisolatu Uvaysdan duo olgandilar. Nima sabab? Onasiga xizmat qilganligi uchun. Onasini rozi qilganligi uchun. Uvays Qaloniy shu martabaga shuning uchun erishdi. Biz ozgina ko'p gapirib qolsalar, ozgina ko'p tergab qolsalar, qayerda eding, nima kech kelding, nima telefonni olmading, kim bilan yuribsan, o'rtog'ing kim desalar, darrov jerga boryapmiz. Onamiz, ha? Johida xotinimizni onamizdan ustun qo'yib qo'yapmiz. Xotinni gapiga kirib, onamizga ba'zida qovoq solib qo'yapmiz. Bor shunaqalar. Bo'lyapti shunaqalar. Kuzatyapmiz, ko'ryapmiz, eshityapmiz, Xudo saqlasin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 3 marta onangga yaxshilik qil deganlar. Juda mashhur hadis. U maktabda kitoblarimizda ham keladi bu hadis. Onangga 3 marta aytdilar va oxiri 4-da kimdirlar? Otangga dedilar. Ulamolar aytadi, bu hadisning ma'nosi nima? Payg'ambar alayhisolam nima uchun onaga 3 marta yaxshilik qilishni buyurdi, bir martasiga otaga dedilar. Endi bu hadisning ma'nosi, masalan deylik, onaga 3 ta olib kelsak, otaga 1 ta olib kelamizmi? Yo bir kunda 3 mahal onamizni xabar olsak, 1 mahal otamizni xabar olamizmi? Hadisning ma'nosi shumi? Yoki bir kunda 3 marta onamiz yuziga tabassum qilsak, 1 marta otamizga qilamizmi? Hadisning ma'nosi shumi? Yo'q, deydilar ulamolar. Unaqa emas. Hadisning ma'nosi otaga ham, onaga ham bir xil ta'zim, bir xil hurmat. Nimaga bo'lmasam Rasululloh onaga 3 marta takrorlab qo'ydilar desa, buni ma'nosi shuki, farzand erkakligini otaga qilolmasa kerak, onaga qilib yurar ekan. Otaga baqira olmasa kerak, onaga baqiraverar ekan. Otani oldida oyog'ini uzata olmasa kerak, onani oldida uzataverar ekan. Otani oldida qilarmagan ba'zi bir harakatlarni, erkaklik bemalolchilikni biz otaga qilarmaymiz, otamizdan o'g'ilmiz, lekin onamizga qilaverar ekanmiz. Shu narsa seni chalg'itib qo'ymasin, ey ummatim degan ekanlar Rasululloh. O'shaning uchun onani 3 marta takrorlab qo'ygan ekanlar, qarang. Mana bizga bu yillik kunda qaysi gaplar kerak?